Assalomu alaykum fermer akalar. Bug'doylarni o'rib olib, soqqani qilib, diskani qayerdan olsam ekan deb chuqalab o'tirgan fermer akalar. Faqat professional tanlovda Agroto Holdingsda bo'ladi. Sizlar uchun maxsus, kamdan kam joyda uchratadigan, faqat bunaqa noyob agregatlar Agroto Holdingsda bo'ladi, bilasizlar. 2 tonna 350 kilogramm, o'rtada baloni bor. Navesni holati, ya'ni transport holatidan bemalol traktorni orqa naveska qismiga og'irlik tushirmasdan silindrni shunday ko'tarib olib 8 tadan 32 ta disklari bilan chap tarafga, o'ng tarafga oladigan yetmaganiga bor-ku, yerda haydab buni molayam qilish shart emasda, keyin tekislab orqasidan mosh ekasizmi, xohlagan narsani ekib, maza qilib ishlatsa bo'ladi. Zahvati 3 metrlik. Undan tashqari mana unaqa xili ham kelgan do'stlar, 3 metrlik 1 tonna 450 kg og'irligi. Diski katta, ikkita tarafda joylashgan. Bu ham o'rta holatda ko'tarilib, transportda bemalol traktorda naveska qismiga nagruzka kelmaydigan variantlarda. Undan tashqari mini traktorim bor, mini traktorimga mos kerak deganlar uchun mana har xilidan 2 metrlikdan do'stlar, 1.7, mana kichkinalari bor, 1.3larigacha bor. Mana eng samimiy populyarni varianti, chunki 40, 50, 60lik traktori ko'plar ko'p. Bularga imенно bog' uchun, olmazor uchun, bodomzor uchun vaholanki qanaqa ishda ishlatish bo'ladigan bo'lsa, mana diska baranani xo'rozlari kelgan. Bunaqa imkoniyat faqat Agroto Holdingsda bo'ladi. Do'stlar, agar buni olib ishlatsanglar maza qilasizlar, chunki garantiyasini ham beramiz. Agar kattasini olaman desanglar, dastavkasini ham besplatni qilib beramiz. Agar variantga olmoqchi bo'lsanglar, Agroto Holdingsda 0% lizing asosida 1 yildan 2 yilgacha bemalol bo'lib to'lashga olsanglar ham bo'ladi. Uyda o'tirib telefonni qo'yib olib, chiqolib telefon chaqirsanglar ham shunday yetkazib ham berish imkoniyatiga egamiz. Endi kichkinasini borki, pasovoysga kelishib yoramiz. Pastda nomer qoldiraman, shoshib qolamiz do'stlar, chunki soni cheklangan. Hozir sezon bo'lganligi uchun tez ketib qolyapti. Yig'ilmasdan sotilib ketgan jarayonlar ham bo'lyapti. Kutamiz. Juda erinib qolsanglar, plyus berisini qoldirsanglar, o'zimiz ham aloqaga chiqamiz.